Hırsın mı? Yok. Hırsın mı? Yok. Hırsın mı? Yok. Hırsın mı? Ha. Hırsın mı? Yok. Hırsın mı? Yok. Hırsın mı? Yok. Hırsın mı? Ha. Hırsın mı? Yok. Hırsın mı? Yok. Hırsın mı? Yok. Hırsın mı? Yok. Hırsın mı? Ha. Hırsın mı? Yok. Hırsın mı? Yok. Hırsın mı? Yok. Hırsın mı? Yok. Hırsın mı? Ha. Ne kadar kabaktaşma yaptı? Ey cihanda tengi yok sultan. Siz quyoshdan ham porloqsiz. Hamma jahongirlardan, hamma ulug'lardan ulug'siz. Muhtaram zotlar, bu gaplar bizga yoqdi. Bu nima degan gap Sher aka? Siz brigadani ishini orqaga tortyapsiz. Qachongacha quruq va'dabozlik qilasiz? Axir raissizku. Nega hech ish qilmaysiz? Nima uchun shu vaqtgacha portlatuvchilar yo'q? Yetar, bo'ldi bas. Bazı gecelerde Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Ko'tarilib ketishimga juda oz qoldi. O'zinglar sezyapsizlar. Juda oz qoldi. Hozir yordam berishlaringga imkoniyat bor sizlarda. Hozir menga poddeshka qilsalaring, yordam bersalaring, hozir vaqtlaring bor. Ertaga kuchayib ketaman-ku. Keyin yordam beraman, yaqin bo'laman siz bilan, mana $1000 olib qo'ying. Aka ko'p qolaylik, do'st bo'lib qolaylik. Yo'q, unga kelmaydi keyin. Hozir imkoniyatlaring bor. Ko'tarilib ketishimni sezib turibsizlar, oz qoldi. Hozir paytdan foydalaninglar akalar. Ha. Hozir imkon bor-da, do'st. Ha, shashilasizlar. Faqat shashilasizlar. Keyin kech qolasizlar. Keyin omma atrofimni tozalab olaman. Eron prezidenti ham o'ldiryapti. Nimaga unaqa bo'lyapti o'zi? Dubay bir ichonmidi? Yo Amerika nimaga qo'shilyapti? Tap etib bomba tushyapti. Tavba qildim. Nimani kelisholmayaptilar? Hamma tinchgina o'tirsa bo'lar-ku. Izrael ham toza o'zidan ketdi-da. Tinchlik o'zini ish qiladi.